yana men bitta narsaga aksent nimani qarataman. Bizani eng asosiy energotsentrlarimiz birinchi va ikkinchisi bor. Ikkinchisi bu yurak, birinchisi bu ayollik organida. То есть bu narsani ikkalasi birgalikda hamohanglik bo'lishi, ya'ni o'sha erkak kishiga nisbatan faqat men aytaman-da ayollarga siz seks mashinaga aylanib qolmang. Chunki bizda nima hozir targ'ib qilinyapti. Mashina xohlaysanmi, pul xohlaysanmi, buni xohlaysanmi? Demak, ering bilan yaxshi bo'lsang, yotoqda demak seni hamma narsang risoladagidek bo'ladi-da, ya'ni Instagramni hayotga yaqinlashasan, sayohatlarga chiqa olasan. Buni ortida manipulyatsiya bor-da, to есть dashna dash. Davay sen menga, men senga. U erkak kishi ham bu energiyani his qiladi-ku. Men doim aytaman, siz mana buni qo'shmagunizcha, yurakni ochmagunizcha siz bor yo'g'i faqatgina mashinaga aylanib qolasiz. Shu uchun eng asosiysi men darslarimda mana shu hamohanglikka olib kelish. O'zini qabul qilish haqida gapiramizda, lekin o'zini ayolligini qabul qilmaydi. Kim u o'zing? O'zing kim? Sport zalga borsa, bugun ko'proq ayollar yoki bolalar, yigitlar borgan chog'ida ham ularga turli ichimliklar taqdim etiladi. Tezroq muskuling chiqadi yoki mana buni ichasan, charchamaysan, energiya beradi bu. Sizda qanday kechadi? Bu kelayotgan o'sha mijozlaringizga nimadir tavsiya qilib, tez charchayman desa, mana buni ichib siz harakat qilishingiz? Yo'q, umuman. Men faqat his-tuyg'ular bilan ishlayman. Uy hayollari, his-tuyg'ulari hamohanglikka keldimi? Seni qalbing bilan miyangdagi uy hayollaring bitta to'lqinga kela oldimi? Bizda ko'pincha bunday bo'ladi-da, qalbingizda nimadir istaysiz, lekin jamiyat sizga nimadir deydi, siz fikrlaringiz boshqacha, tana butunlay charchagan, umuman boshqa narsa. Men bu yerda disbalans, razdrayv prям tana, to есть siz uch bo'lak bo'lasiz-da. Mana nima uchun ko'pincha aytadi odamlar, men charchadim, yashagim kelmayapti, men o'zim nima xohlashimni ham bilmayman. То есть disbalans bo'ladi. Hech nima ichirmayman, faqat suv olib keladi. Sportivniy forma bo'ldi. Menga любой kayfiyatda kelishingiz mumkin deyman. Xohlagan qanaqa kayfiyat bo'lishidan qat'iy nazar og'rig'iga kirgizib, keyin yana olib chiqib ularni ko'tarinki ruhda chiqib ketadi hammasi.